Assalomu alaykum Kia Buxoro YouTube kanalining hurmatli obunachilari. Bugungi obzorimizda xalqimizning eng erkatoy mashinasi Kia Sonet. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Oxirida to'liq obzor, grafik, o'lik to'lovlar haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Ketdik. Xo'p, Sonet modelimizning birinchi pozitsiyasi, ya'ni klassik pozitsiya, narxi 199 million 900. Ko'rib turganingizdek 199 million 900 dan boshlanadi, 249 million 900 gacha. Orada bitta 222 million 900 lik pozitsiya ham bor. Xo'p, mashinamiz xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, mashinamiz birinchi uzunligi 4120 mm, balandligi yerdan bo'lgan balandligi 1642 mm. Xo'p, eniga keladigan bo'lsak 1790 mm. Yerdan clearancegacha bo'lgan masofa 185 mm. Hammasi bir xil millimetrda. Xo'p, kapot qismidan boshlaymiz. Mashinamiz 3 ta pozitsiyaga ega. Uchala pozitsiya ham 1.5 atmosferli motor, ya'ni MPI motor bilan jihozlangan. 4 ta portion, 8 ta injektor. ABS sistemasi ham bor. Bu birinchi pozitsiya mexanika korobka hisoblanadi. Mashinamiz umuman yoqilg'i turi tanlamaydi. Metan ham, propan ham qo'ysangiz bo'ladi. Keling, ichki qismidan davom etamiz. Birinchi pozitsiyamiz 199 million 900, boshida aytib o'tganimdek, materialni salon bilan jihozlangan. Media kontrol, undan tashqari konditsioner sistemasi ham bor. Olti pog'onali mexanika korobka, zadniy, ya'ni orqaga yurish bilan 7 ta bo'ladi. Xo'sh. Orqa qismiga ham nimalar yetib kelgan, konditsioner deflektorlari ham yetib kelgan. Ikkinchi qatorda. Mashinamiz o'zi zavodskoy 16 razmer ballonlarda keladi. Birinchi hamda ikkinchi pozitsiyamizda xuddi shu kalpak bilan jihozlangan. Benzabakimiz 45 litr. Bagaj hajmimiz 392 litrni tashkil etadi. Undan tashqari bizda zapaska, полноценный dagatka bo'lmaydi. Xo'sh, hozir salonimizda ikkinchi pozitsiya yo'q, lekin skladimizda bor. Bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Ikkinchi pozitsiya farqini tushuntirib o'taman, xuddi shu misolida. Ikkinchi pozitsiyamizda tomiga railing qo'shiladi hamda oldi tumanka qo'shiladi. Boshida ko'rib o'tganlaringizdek, birinchi pozitsiyamizda tumanka bo'lmaydi. Undan tashqari tashqi ko'rinishdan shu hisobga olinsa, ichki qismida уже korobkamiz avtomat bo'ladi hamda monitor qo'shiladi. Yana bitta aytib o'tadigan narsamiz, orqa qismiga, orqa bamperga parktroniklar qo'shiladi hamda orqa parkovочный kamera ham. Bu yerda siz ko'rib turishingiz mumkin. Sonet Prestige pozitsiyamiz, 3-pozitsiyamiz 249 million 900. Ikkinchi pozitsiya bilan farqini shunda og'zaki aytib o'tadigan bo'lsak, oldiga parktroniklarimiz qo'shiladi. Saka diska 16 razmerli saka diskada keladi. Mana tomida lyuki bor. Mashinani qulflagan paytimiz bakoylari yopiladi. Eshik ramkalari ham nikkeloviy bo'ladi. Ichki qismiga o'tamiz. Keling. Salon qismimiz eko kojadan jihozlangan. Eshik apshkalari ham kojunli. Akustikamiz Bose sistemasi bilan jihozlangan. Oldi parktronikni o'chirib qo'yishingiz mumkin. Bemalol rul bitta knopka bilan. Rulimiz kojunli rul. Media kontrol, cruise kontrol hamda 9 zonli klimat kontrol bilan jihozlangan. Undan tashqari mashinamiz 6 xil rejimda yuradi. Eko, normal, sport. Qo'shimchasiga, ya'ni qorda, qumda, loyda ham mashinamiz qo'zg'ala oladi. Беспроводной zaryadka, salon podsvetka bilan jihozlangan. Xo'sh. Orqa qismi ham xuddi shu. Qo'shimchasiga yana ikkita oldingi sidenlarimizda abduf sistemasi, ya'ni sovutish tizimi ham bor. Ikkinchi hamda 3-pozitsiyamizda aytish esimdan chiqdi. Бесключевой достуp, ya'ni kalit bilan oldiga kelasiz, bitta harakat bilan mashina ochiladi. Hozirda mashinamiz narxi 249 million 900. 3-pozitsiya Sonet Prestige. Xohlagan rangingizdan, xohlagan to'lov turi orqali mashinamizni xarid qilishingiz mumkin. Mana balon razmerlarimizni ko'rdingiz, 16 dedim. Xuddi o'sha narsa, faqat razmeri bir xil, faqat saka diskada kelgan.
Endi to'lov turlariga o'tamiz. Ketdik. Kia Sonet modelimizning asosan o'zi 12 xil rangi bor. Mana ko'rishingiz mumkin. 1 emas, 2 emas, naqd 12 xil rangi bor. Kelsangiz avtosalonimizga zakaz bilan agar o'zimizda bo'lsa tayyor 1 soatda olib chiqasiz. Agar yo'q, bizda bo'lmagan rang bo'lsa, buyurtma orqali olib kelib beramiz. Xo'p, to'lov turlariga o'tadigan bo'lsak, ranglar aytish esimdan chiqdi. Barcha ranglarimiz o'zining narxida, faqatgina oq jemchug blesk bo'lgani uchun 3 million so'm qo'shiladi. Hamda undan tashqari yana oq tomi qora, bu ham zakaz bilan keladi. Oq tomi qora 5 million so'm qo'shiladi tan narxiga. Xo'p, to'lov turlariga keladigan bo'lsak, masalan, birinchi pozitsiyadan olamiz 199.900. Xo'p, boshlang'ich eng kam 5% to'lov bilan, ya'ni 9.995 so'm bilan siz 1 yildan 5 yilgacha olishingiz mumkin. 5 yilga oladigan bo'lsak, oylik to'lovingiz 6 million so'mdan chiqadi. Bu uchun sizdan faqatgina oylik haqi so'raladi xolos. Xo'sh, masalan, 3-pozitsiyadan oladigan bo'lsak, 249.900. Boshlang'ich 5% to'lov 12.495 oylik to'lovingiz 7.500 dan. 252.900 ursak, bu oq jemchug bo'ladi. 12.645 so'm to'lov, 5 yilga oylik to'lovingiz 7.600 dan. Sizdan faqatgina bitta pasport hamda oylik haq so'raladi xolos. Rassrochkaga keladigan bo'lsak, ya'ni bo'lib to'lash. Boshlang'ich 60% ni to'laysiz, qolgan 40% 2 yilga bo'lib to'lashga beriladi. Xo'sh, keyingi video obzorimiz qaysi mashina haqida bo'lishini xohlaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, do'stlaringiz bilan ulashing, kanalimizga obuna bo'ling. Bizning manzilimiz Kia Buxoro avtosaloni, Gazli shassisi 1-uy rezidensiyaning to'g'risida. Keling, kutib qolamiz.